Qarshi davlat texnika universiteti Shahrisabz oziq-ovqat muhandislik fakultetining xorazmlik talabalari bilan ajoyib mesda yetganmiz. Bu yerda piknik etish niyatimiz bor. Hozir ajoyib manzaralarni ham ko'rasizlar. Bu ham tarafdan ham bir qator ko'rsatamiz. Inazı braşkalarını, oşşeniyelerini bir qator eshitamiz. Hissiyatlarni bir qator tinglaymiz. Jasurbek. Assalomu alaykum. Biz o'sha 2-chi kursimizda iqtisod yo'nalishida o'qiymiz. Qarshi davlat texnika universitetida. Biz o'qishdan bo'sh vaqtlarimizda shunday 6-bozor kuni dam olish kunlari shunday tog'larga kelib dam olib turamiz. Xorazmliklarga tavsiya etaman shu yerga o'qishni. Yanında ya birinchi kurs ukamiz bor, bunga ham tavsiya etganmiz, gelib o'qiydi. İşanın beregenini ummamışmayım ben. Yakirak. Beregenini ummamışmayım ben. Necim dese şu üzlerimizde zemlekler bilen her daim şimdi her hepte oturuşma boladı. Kızlar vallahi yeni alıp gelip duramaz. Bir saat gece kalmışsın kızlar yeni olmadık. Lakin vallahi her daim şimdi yeni alışmalar yok almaydı bize de. Yoksa gelmemizde mahsuslarımız. Yani bize de ulularım. Şimdiden ki her daim şöyle okurup degen bize maksimal nipat işe böyle. İşanın çok iyi. Emzemiz ulularım ben. Şöyle yıldan beri okuyoruz şu Xorazmni valla selkem 20 adamımız o'zi birinchi, ikkinchi kurslarda olganda hammamiz bir jinoalashib har hafta o'tirishma, tashkil, to'y hammasi birgamiz. O'zcha birchamiz zo'r. Endi sen qiynalib yurganing yo'qmi? Yaqinda uylanmading? Ya. Shunda bu tabiat bilan bilim ketadi. Yo'q. Bu Xorazmni valla o'zlarimizdan Kurukda valla bilan yurgandan keyin qiyinchiliklar ham bilinib ketadi baribir. Ben yakın coralar olsa zor bo'ladi. Biz şu birinchi kursimiz buyurilishi o'qishga keldik bu yerga Qashqadaryoga. O'qish maqsadimda keldik shu bunda buning qiziqarli buning sayohatlar bo'ladi deb o'ylamadik to'g'risi. Faqat shaharda bo'lamading ha? Faqat shahar shu o'qish. Yakirak. Shu kvartira o'qish, borish, kelish, ish shu. Shunda bo'lamading. Shundan deb o'ylamadik to'g'risi. Undan emas ekan, o'ylaganim emas ekan. Ajoyib dum 180 gradus başqacha o'ylabmiz ekan biz. Shahar kaftimiz. Rahmat. Gapla. Ülpetni gelini. Beyanlayın. Hankalı ülkemiz bu, Hankalı. Ben bağatlanmam. Hankalı ülkemiz bu yine. Nechanchi kurssan? 2-chi kursman. Zavushni o'qiysan ha? Avang yine avvalgi o'shni kursdoshlarim bilan yine har hafta chiqib turamiz. Bu endi 5-chisi bo'lsa kerak chiqishimizni. O'qishga kelishdan maqsad shu piknikga chiqishdan maqsad. Yakirak. Assalomu alaykum. Birinchi kurs o'qishga keldim Qarshi davlat texnologiya institutuna. Hammasi zo'r tasadan ikkinchi kurs bolalar bilan hammamiz zo'r kelishib chiqishib ketganmiz. Yana hammamiz piknikdamiz. Har 6 kun bor. Bizda bir joy bor-da. Misal bizlar ham birinchi kurs vaqti kelganmiz. Hamma xorazmliklar menga tutmak kerakmi o'zimdan bu? Shu birinchi kurs vaqti kelganmiz. Hamma xorazmliklar birda yengal bo'lgan, bir-birini topib surazi xorazmdan so'ng o'zimmi, davay. Bo'lsin, bizlar o'qituvchilarimiz ham aytgan-da, sizlar bir-birlaringizni topasizlar, sizlar bir-birlaringizni tartadigan magnitlaringiz bor. Dedi, keyin biz yo'q, unday emasmiz, unday dedik, keyin o'qituvchi aytdi-da bizlar kvartirada necha bo'lib turasizlar dedi, 7 dedik. Necha xorazmli dedi, 6 dedik. Yine dedi, shunlar ham ma'lum sizlar dedi. Shu bir joyga diqilib olasizlar sizlar dedi. Bir-biringizni topasizlar dedi. Shu degani birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kurs, to'rtinchi kurs bo'lsin. Birashga og'a shuni aytib, hamma bir-birini topib oladi sirazi. U mendan kichik ekan, u mendan katta ekan degan guling yo'q. Bizlar ham yana misol o'tgan yil bitirganmiz. Shahrisabzdan ketganimizda 1,5 yil bo'ldi. 8-semestr praktika bo'lgan, keyin diplom zashtaga ketganmiz hafta 10 kun. Lekin men misol bu balani taniyman, bu Hankalı ukamizni taniyman, qolganlarini tanimayman. Lekin uni yotroq ekan degan gap so'z yo'q. Shu zemlakmi, davay. Aka-ukachilik hamisha bor.
Xullas qorxmayın gəlsənizlər, həzz etib, oxub, dəm alıb, həyatlarınızda unutulmaz anlar olub, şu özlərinizni tarix səhifələrinizə öçməz olub iz qaldıradan cay. Həmməyizə tövsiyə edəməm. İnaz ülkələrimizni içlərindən ötüb durğan xüsusi duyğularını həmməsini aytdılar. Sizlərə həm tövsiyə etdik qalamız. Berə gəlib durub, həm ali təlim alıb, həm oxuşdan bekar vaxtı üçünlük çıraylı caylara gəlib, dəm alışlarınız mümkün. Ondan təşkəri ata-anələrinizlə gəlib ziyarətgahlarda ziyarət qıldırışlarınız mümkün. Bu yıl sizə də yenə bir plus tərəfi imkaniyyət kətdə səbəbi qabul kvotaları aşırılğan tərzdə oladı. Ekranda aligah bilən bağlanış nömrələrini qaldırıb ötəmiz, bemalol əlaqəyə çıxıb to'liq məlumatını alışlarınız mümkün. Sizə bilən Nəqəm Xorazm layihəsi oldu. Əgər videomuz yaxqan olsa like basıb, komment yazıb, yakınlarınızı üləşib qoyuşunu yadlarınızdan çıxarmaqla. Həmməyizə görüşüncə.